Assalomu alaykum yaxshilar. Bizlarni doimo kuzatib borishingizdan juda mamnunmiz. Har biringizning vaqt ajratib qo'llab-quvvatlaganingiz biz uchun juda katta motivatsiya. Agar ushbu chiqarayotgan hikoyalarimiz sizlarga manzur kelayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni albatta qoldiring. Aynan sizlarning fikrlaringiz bizga yangi videolar yaratishda ilhom beradi. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz orqali kanalimiz yanada rivojlanadi. Biz esa yanada yaxshi kontent tayyorlashga harakat qilamiz. Barchangizga katta rahmat. Bizdan uzoqlashmang. Iffat. 5-qism. Muallif Dilorom Qosimova. Shahnoza. Shu kunlarda Behruz aka ancha o'zgarib qolgan. Asabiy, jirraki, salga tutib ketadimi-yey. Injiq odam bilan yashash ham qiyin ekan. Ammo na iloj, peshonamizga yozgani shu. Yana men Behruz akaga oshiq bo'lganman. Ularsiz hayotimni tasavvur ham qila olmayman. Dadamdan duo olib o'zimga ishongan holda Nozli bilan mehmonxona qurilishi bo'layotgan manzilga yo'l oldik. Kelsinlar. Yo'l bo'yi yetib borishim bilan u qilaman, bu qilaman deb kelgan xayollarim chilpirak bo'lib uchib ketdi. Naim bu yerdan nima qilyapti? Shu kam edi menga. Negadir xayolimga Behruz aka keldi. Axir ularga Nozli bilan kelishimni aytgandim. Bu ahmoq qaydan paydo bo'ldi endi? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Dedim jahlim chiqib. Salom yo'q, alik yo'q. Bu nimasi Shahnozaxon? Biz ham ishimizni qilgani keldik. Siz ishga xalal berishdan boshqasiga yaramasligingizni bilmaysizmi? Jahlim chiqdi uni pichingidan. Shahnozaxon, men buxgalteriya bo'limidanman. Ketadigan sarf-xarajatlarni hisob-kitob qilish bizni vazifamiz. Qisman u haq gapni aytdi, ammo menga nima bo'layapti oxirgi paytlar? Behruz akani sal ortiqchaga gapiga uvlagim keladi. Bu Naim deganlarni esa ko'rsam asabim o'ynaydigan bo'lib qolibdi. Nozli, siz o'zingiz gaplashing bu kishi bilan. Nozliga buyurib ulardan nari ketdim. Tortishkim yo'q edi, suhbatlashkim ham. Asab buzishdan boshqa nimalarga yarashimni erta bilib olasan sen qiz. Naim Shahnozani ortidan sovuq qarab dedi. Ishingiz o'xshamasligi aniqdek. Nima qilasiz birovni tinch oilasini buzib? Kelganlardan buyon jim turgan Nozli tilga kirdi. Sen indamay aytganlarimni bajar. Meni ishimga bosh qotirmay. Naim qosh shimirib qaradi unga. To'g'risi, sizga yordam berayotgandan afsuslanyapman. Vijdonim qiynalyapti. Ishga qanday joylashganingni unutdingmi? Bilib qo'y, ishga kirishingga yordam berganimdek, ishdan haydalishingni ham o'zim uyushtirib berishim mumkin. Juda razil inson ekansiz. Shahnoza opani oilasini buzib, nimaga erishasiz? Men uni otasini qo'lida ish boshlaganimdan buyon yoqtirardim, dedi Naim hamon Shahnozani ortidan qarab turarkan. Befarq emasligimni o'zi ham bilgandir balki. Malaka oshirib qaytganimda u turmushga chiqib ketgan ekan. Men hamon uni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rgan odam bunday qilmaydi. Aksincha, baxt tilaydi. Nihoyat tilga kirdi Nozli. Sen aql bo'lma menga. Qani olgan rasmlaringni menga tashlachi, dedi Naim. Oldindan barchasi kelishilgandi. Shahnoza bilan Naim tortishgan payt Nozli bildirmay bir nechta rasm olish kerak edi. Nima haqida suhbatlashganlari qiziqmas. Muhimi, rasmda ular birga turgani. Xotinidan uzoq yurishini aytib tahdid qilgan Behruzga bu yoqmasligi aniq. Shahnoza Naim kelishini bilmagani va bu haqida Behruz ham bexabar ekani. Bular ham Naimning foydasiga ishlaydi. Go'yoki Shahnoza Naim bilan birga kelishini Behruzdan yashirgandek. Naim rejalari o'xshayotganidan sovuq jilmaydi. Axir Behruzga har xil gap qilib, asabini tutatay deb qoldi. Ozgina qoldi. Portlatish qoldi xolos. Sarvar erta tongda bosh og'rig'i bilan uyg'ondi. Qachon uxlab qolganini bilmaydi. Bu safar o'tgan galgidek Feruzani yig'latgani uchun qanchadir vaqt o'tib, uni oldiga chiqmadi. Feruza ham kirmadi. Ikkisi ikki tomonda o'y surgancha deyarli bedor tong orttirdilar. Sarvar yotoq chetida o'tirib ancha o'y surdi. Oxiri bir qarorga kelib o'rnidan turib, yuz qo'lini yuvdi-da xonalardan chiqdi.
Feruza koridorda devorga suyanib o'tirgan holida uxlab qolgandi. Feruz, tur o'rningdan, dedi yelkasiga turtib qo'yarkan. Sergak Feruza tezda uyg'ondi. Ko'zlari qizarib, qovoqlari ishib ketgandi qizni. Qachon qarama ko'z yoshi qilgani qilgan, shunchalik ham zaifami bu? Qizga qarab xayolida shularni o'yladi Sarvar. Tur dedim senga, dedi o'ziga bechora hol qarab o'tirgan qizga qarab. Feruza indamay o'rnidan turib oshxonaga yo'l oldi. Gaz yoqib choy qo'ymoqchi edi, ortidan kirgan Sarvar gazni o'chirib qo'ydi. Nonushta tayyorlama. Tayyorlan, uyingga tashlab qo'yaman. Opamda ham 2 og'iz gapim bor, dedi Sarvar sovuqqonlik bilan. Feruza. Sarvar aka ertalabda meni ota uyimga tashlab ketishini aytdi. Indamadim. Hisob so'ramadim. Zotan bunga haqqim yo'qdek. Kelishuv. Asli ham shunday kelishilmaganmidi? Meni nomimni oqlab, bir necha oy yashagandan keyin ajrim. Allohning hurlari amin deb duoga qo'l ochgan Mosha on. Baxtli kunlarim sanoqlimidi? Biroz vaqtini uzaytirmabsan-da Allohim. Juda qisqa, ammo sof tuyg'ularga boy o'tdi shu kunlarim. Nima bo'lgan taqdirda ham Sarvar akadan minnatdorman. Agar ular bo'lmaganda, men yoshi katta erkakka ermak bo'lgan bo'lardim. Yetib keldik. Xayollarimni Sarvar akani ovozi buzdi. Qachon keldik? Dedim ota uyim darvozasiga yoshli ko'zlarim bilan boqib. 5 daqiqadan oshdi. Xayol bilan mashina to'xtaganini ham bilmading. Uzr, deya mashinadan tushdim. Sarvar aka ham tushdi. Yaxshi qol, dedilar. Men anglamadim qanday ohangda chiqqanini bu so'zlarni. Zero anglaydigan holda emasdim. Bosh silkib qo'ygancha bolaligim o'tgan uy darvozasi tomon yurdim. Opamni chaqirib yubor, dedi darvoza oldiga yetganimda. Feruza, tinchlikmi? Shalvirabgina oshxona eshigi oldidagi zinapoyaga o'tirib qoldim. Yangam qanchada chiqdi bilmayman. Sizga nima bo'ldi? Dedi xavotir bilan men tenga o'tirarkan. Yanga, dedim ularni quchib oldim. Yashagim kelmayapti. Yig'lamang, menga nima bo'lganini ayting. Sarvar qayerda? Sizni u xafa qildimi? Sizni tashqarida kutyapti, dedim Sarvar aka opamni chaqirib yubor degan gapi yodimga tushib. Kim? Sarvarmi? Hayron so'ragan yangamga bosh silkish orqali javob berdim. Men qaraychi, nimalar bo'layapti o'zi, degancha yangam ukasini oldiga chiqib ketdilar. Biroz muddat o'tib qaytib keldilar. Yuring Feruza, ichkariga kiraylik. Bu bola esini yeb qo'yibdi. Yangam meni qo'ltiqlab majbur o'rnimdan turgazib, oshxonaga olib kirdi. O'zingizga kelib qoldingizmi? Kecha hech kim bilan ortiqcha gaplashishim kelmadi. Xonamga qamalib oldim. Ertalabda nonushtaga ham chiqmadim. Dadam kechadan uyda zerikdim deb ishga chiqqan ekanlar. Yangam mana hozir akam bilan dadamni ishga kuzatib, oldimga kirdilar. Jiyanimni ham akam yo'lda bog'chasida tashlab o'tsa kerak. Dadajon bilan akangiz sizdan xavotir oldilar. Asablari charchabdi deb qo'ya qoldim. Nega to'g'risini aytmadingiz? Dedim yotgan joyimdan turgim kelmay. Nimasi to'g'ri? Men bu bola bilan yana gaplashaman. Aqlini yig'ib olsin. Sabinasi ham ko'radi mendan, dedi yangam asabiy. Asl gap nimada ekan? Ishim qizib, yangamdan so'radim. Yanga, to'g'risini ayting. Rostdan ham Sabinani Sarvar akadan ketishga siz majbur qilganmisiz? Feruza, go'zalim. Yangam yotog'im chetiga o'tirib sochlarimni siladi. Siz menga ishonasizmi? Yoki o'shangami? Axir uni gaplarini eshitgansiz-ku. Bu gaplarni majburlikdan aytganda ovozi titramasmidi? Ko'zlarini yoshlatmasmidi? Axir u bir tuk ham o'zgarmayotgan-ku hammasini. Biron sabab bilan qaytgan, balki ko'chadagi shustirirog'i undan foydalanib tashlab ketgandir. Sarvar, bilasiz, soddaroq, ko'ngilchang. Ular 2 yil gaplashib yurishgan. Sabina ukamni xarakterini suv qilib ichib yuborgan, undan foydalanyapti. Men esa yaxshigina bahonaman unga. Sizga ham yanga ham qaynopa bo'lganim uchun. Indamadim, javob bermadim.
O'ylanib qoldim. Rostdan ham Sarvar akani Sabinachalik bilmas ekanman. Nima ham derdim, nima ham qila olardim. Taqdirimda bor edi. Shuni ko'raman. Birov nima deng? Dedi yangam o'ychan bo'lib olganimga. Nimayam derdim. Sevishganlar baxtli bo'lsin, dedim bir zumda ko'zim yoshlanib. Feruza, xafa bo'lmang-u, juda bo'shsiz. Tez taslim bo'lasiz. Harakat qilishdan ko'ra voz kechishni afzal bilasiz. Kurashish. Kurashib nima qilaman? Bir marta kesakdan o't chiqqandek o'zimda kuch topib Behruz akaga aybsizligimni isbotlash uchun bordim. Nima bo'ldi? Sarvar aka ham bezdi gap so'zlardan. Men pok bo'lganim bilan odamlar tilida hamon sarqitman. Ularga ham nima deyman? Nomingni oqlab berdim, shukr qil desalar, hazm qila olamanmi? Yo'q. Jonim bo'g'zimda turibdi yanga. Yana bitta shunga o'xshash gap va men ado bo'laman. Kerakmas, Sarvar aka baxtli bo'lsin sevgani bilan. Yangamga gapirdim-u, boshimgacha o'ranib oldim. Hech narsani his qilmayapman. Shahnoza. Naim borligini aytmasa, mehmonxona qurilishi bo'yicha qilgan safarimiz yaxshi o'tdi. Faqat shu kunlarda ko'nglim g'ash. Xuddi nimadir ko'ngilsizlik bo'ladigandek. Opa, ofisga o'tamizmi? Dedi Nozli shahrimizga qaytganimizdan keyin. Yo'q, meni yo'l charchatdi, ertaga o'taman, dedim. Nozli bilan xayrlashib uyimizga ketarkanman, yo'lda ko'nglim behuzur bo'lgani sabab boshimda ham og'riq turgandi. Juda toliqqan ko'rinaman. Bir amallab uyga yetib olsam, kechki ovqatga uringuncha uxlab olsammi? Allo, assalomu alaykum Behruz aka. Taksiga chiqqach Behruz akaga qo'ng'iroq qildim. Va alaykum assalom. Ha, Tulki, qaytdingmi? Behruz akani hazili menga ijobiy ta'sir qildi. Boshim og'rib, kulishga holim yo'q payti jilmayishimga sabab bo'ldi. Qaytdim. Tulkini eri, dedim kulib. Uyga ketdingmi, ofisgami? Agar ofisga bo'lsa, qaytishimda olib o'taman. Uyga qaytyapman, yo'l charchatdi, dedim. Yaxshi, biroz dam ol kechgacha. Oyim bilan dadam yo'q uyda. Hech narsaga urinma ham. Qayga ketdilar? Bir oilaviy do'stlari bilan ularni yangi olgan dachalarga ketishgan. Xo'p, unda yaxshi kelib oling. Xo'p, ertaroq borishga harakat qilaman. Ko'ngil yaqin insoning bilan bo'lgan qisqagina suhbat ham ko'nglingga ravshanlik olib kelarkan. Uyga borib qulay, yengil kiyim kiyib oldimda uxlashga yotdim. Yo'l charchog'i ezibdi. Bir zumda kipriklarim og'irlik qilib, ko'zlarim yumila boshladi. Qancha uxladim bilmayman. Behruz akani jahl bilan ismimni aytib chaqirganidan uyg'onib ketdim. Shahnoz! Shahnoz dedim. Behruz aka xonaga shiddat bilan kirdida, hali o'zimni o'nglab bo'lmaganim meni tepamga bostirib keldi. Tinchlikmi Behruz aka? Nima bo'l? Yuzimga avval etimni lovullatib tashlagan tarsaki tushdi. Keyin izidan bir qancha suratlar otildi. Miyam gangib qoldi. Tarsaki katta kuch bilan urilgandi. Endi uyqudan uyg'ongan ko'zlarim tinib ketdi go'yo. Sen menga nima deganding? Yordamchi falonchi qiz bilan boraman deganmiding? Achishayotgan yuzimga kafti bosgancha ko'zlarimda yosh bilan Behruz akaga qarab tasdiq ma'nosida bosh silkidim. Unda bular nima? Sal oldin yuzimga otgan rasmlardan birini olib, menga yaqin olib keldi. Ming la'nat. Hamma narsa menga minusga ishlayotgandek. Naim ablah bilan men edim suratda. Borgan paytimiz u bilan biroz aytishib suhbat qurgan vaqtimiz adashmasam. Lekin rasmga olib Behruz akaga ko'rsatgan kim bo'lishi mumkin? Behruz aka, hozir sizga tushuntirib beraman. Men bilmagandim, borsam o'sha yerda ekan, dedim ularni jahldan yuziga qo'shilib qizargan ko'zlariga qarab. Bilasanmi, bu qachondan buyon sen haqingda bir nimalar yuborib, asabimga tegayotganini. Kim ekanini bilmayotgandim. Bugun o'zini oshkor qildi. Seni xotining meni sevgilim dedi seni. Juda charchatib qo'ydim dedi. Bugun eshityapsanmi? Behruz aka g'azab bilan devorga musht tushirdi. Behruz aka, ishoning menga. U jinnini gaplariga ishonmang.
O'rnimdan turarkanman, ko'zim tinib ketdi. Menga tuhmat qilyapti u. Men o'zini topib o'ldiraman uni. Undan oldin yaxshilab so'roq qilaman. Agar bitta egri gap eshitsam, seni ham o'ldiraman. Behruz aka, shoshmang. Jahl bilan chiqib ketayotgan Behruz akani ortidan to'xtatmoqchi bo'ldim-u, 2 qadam tashlashim bilan boshim aylanib, ko'zim tinib ketdi. Muvozanatni yo'qotib, yiqilib tushdim. Behruz Shahnoza bilan gaplashgan, kayfiyati ancha yaxshilandi. Bir kun yo'q bo'lganiga, uni o'rni hayotida Behruz o'zi o'ylagandan ko'ra ancha yuqoriroq ekanini anglagandi. Faqat bir muammo asablarini yemirayotgandi. Notanish odamdan kelayotgan pichinglar, Shahnoza bilan bog'liq har qanday erkak ayol haqida eshitishni xohlamaydigan gaplar. Behruz Shahnozani o'zidan so'raganda, ko'zlariga termulib ishonch bilan aytgan gaplari sabab ancha taskin topgandi. Qalbidagi shubha-gumonlar nari ketib. Ammo bugun axir Behruz so'ragandi Shahnozadan kimlar bilan boshi haqida. To'g'ri, suratlar va Shahnoza haqidagi uydirma gaplar uni jahlini chiqardi. Ammo Shahnozani yolg'oni, ya'ni Behruzni nazdida hozir yolg'ondek. Yordamchim bilan boramiz, kechga dadamni haydovchisi tashlab qo'yadi degan gapichalik chiqarmadi. Mana, shuni hazm qila olmadi Behruz. G'azablangancha uyiga yo'l oldi. Qo'lida g'ijimlangan suratlar. Jahlda Shahnozani urib yubordi. Hazm qila olmas, jahlini jilovlay olmasdi. Qancha ko'p qolsa, qizga shuncha ko'p ozor berib qo'yishi mumkinligini o'ylab, o'sha xabarchini tanobini tortish uchun xonadan chiqdi. Eshikdan chiqdi hamki, Shahnozani zaif, holsiz ovozi, ortidan esa dup etgan ovoz kelgani sabab yurishdan to'xtadi. Ahvoli yaxshimi? Qanchada uyg'onadi? Behruz shifokorga xavotir va hayajon bilan boqdi. Ahvoli yaxshi, vahima qilarli narsa yo'q. Juda toliqqan ko'rinadi. Hozircha eng yaxshi chora yaxshilab dam olish kerak bemor. Xo'p, rahmat sizga, doktor. Behruz kushetkada ranglari oqarib uxlab yotgan ayoliga mehr bilan qaradi. Sen uyg'onguninggacha bir ishni hal qilib kelishim kerak. Qizga yaqin keldida egilib peshonasidan o'pib qo'ydi. Keyin telefonini qo'liga olib kimnidir raqamini tergancha xonadan chiqib ketdi. Sarvarga Feruza yo'qligi sabab fayzsizdek tuyuldi uyi. Ammo nachora, o'ylagan narsasini amalga oshirish uchun shunday qilishiga to'g'ri kelgandi. Mana bo'ldi. Oshni damlarkan soatga qarab qo'ydi. Sal turib, kelib qolsa kerak. Ungacha osh ham tayyor bo'ladi. Kutish ham ba'zida yoqimli, agar kutishga arziydigan nimadir yoki kimdir bo'lsa. Sarvar ham bugungi rejalar haqida o'ylarkan, shu o'sha lahzalarga olib boruvchi daqiqalar ham yoqimli tuyulib ketdi. Eshik qo'ng'irog'i chalingach, Sarvar yoqimli daqiqalari manziliga yetib kelganini his qildi. Kelgusi daqiqa va soatlarda bo'ladigan ishni o'ylab, miyig'ida jilmayib qo'ydi. Kelinglar, kelinglar, qani marhamat, dedi mehmonlarni uyga taklif qilib ularga yo'l ko'rsatarkan. Sarvarbek osh beryapti deb kelaverdik, dedi kechagina ko'chada urishgan alkash uyalmay eng oldida mehmonxona tomon odimlarkan. Ayni muddaoda hammadan ham siz kelmasangiz bo'lmasdi. Sarvar o'lganini kunidan jilmayib dedi. Erkakning ortidan yana 3 alkash sheriklari ham mehmonxonaga kirib ketdi. O'sha kuni Sarvarga hamdardnamo bo'lgan kishi qoldi yonida. Axiyri osh bermaganingizga qo'ymaydilar bular, dedi afsuslangandek. Asli ertaroq qilishim kerak edi buni aka. Siz kiring ichkariga, hozir Sunataga ham keladi, dedi Sarvar erkakni mehmonxonaga chorlarkan. O'sha kuni o'ziga maslahat bergan ikkinchi erkakni ham kelishini ma'lum qilarkan, ko'p kutilmay Sunat akasi ham keldi. Sarvar palovni solishdan avval unga qo'shib yeyish uchun olib kelgan salatlarni olib kirarkan, to'g'rida o'zlari olib kelgan aroqni ichib o'tirgan qo'shnilarga qarab yuzi burishdi. So'rashga ham xijolat odam, yordam kerak emasmi Sarvarbek? Qo'shni erkak Sarvarning ortidan chiqdi. Oshni suzib qo'ydim aka, bittasini olasizmi? Sarvar ikki oshlaganga qaradi. Oho, hozir qayga borsang, oshni kosaga solib berishadi. Yoshlik davrlarini eslatib yubordi bu osh, dedi qo'shni havas bilan qararkan. Siz bunisini oling aka, men bunisini.
Sarvar laganlardan birini qo'shni erkakka tutqazib, ikkinchisini o'zi oldi. Qani, yuring aka. Mehmonxonaga yo'l oldilar. Aka, siz shu yoqqa qo'ying. Mehmonxonaga kirishgach, dedi Sarvar. Qo'shni erkak o'zi va Sunnat akasi o'tirgan tarafga qo'ydi oshtovoqni. Qani, marhamat, olinglar. Sarvar ikkinchi oshtovoqni to'rtta alkash jo'ralar oldiga qo'yib, o'zi ikki qo'shnisini yonidan joy oldi. O'zingiz ham oling, Sarvarbek, bizga sherik bo'ling. Sal kayfi oshib qolgan erkak dedi. Sizlar bemalol, men bu yoqqa qarayman. Qani olinglar. Xontaxta atrofidan joy egallagan yetovlar oshga qoshiq urdi. Biri bismillahni aytdi, biri yo'q. Sarvar qo'shni erkak va Sunnat akasi bilan lagandan, 4 alkash erkak bir laganda maromiga yetkazib tayyorlangan palovni ishtaha bilan yeya boshlashdi. "Oh, juda mazali bo'pti. Kelinni qo'li shirin ekan", dedi Sunnat akasi navbatdagi qoshiqni og'ziga olib borarkan. "O'zim qildim aka. Keliningizni uyga jo'natganman. Bir uy erkakka uyda osh berib, uni o'ralashib yurishni xohlamadim." "Durust, durust", dedi Sunnat akasi. Keyin ishtaha bilan osh yeyishda davom etdi. "Nega jo'natib yubording?" Tortovlovdan biri so'radi. "Erkak kishilik aka, qizg'onaman xotinimni. Erkaklar mehmonga kelganda unga nigohlari tushishini xohlamayman." Sarvar jiddiy gapirdi. Uyda jo'ralari bilan kunda-kun ora otamlashadigan bularga Sarvarning gapi zarracha ta'sir qilmadi. Och qolgan gadoydek oshni yeyishda davom etdi. "Nima bu? Chandirmi?" dedi bittasi qoshig'iga ilingan nimanidir sabab oshni titib ko'rarkan. "Sarvar, chandirni uvol qilging kelmadimi? Oshga solib yubordingmi uni ham?" "Yaxshiroq tuting", dedi Sarvar sovuq jilmayib. "Sizga kerakli narsa deb o'ylayman." Sarvarning ularga osh berib, og'zi yopilganidan ko'ngli to'ldi. Qo'shnilarini ham bekorga chaqirmadi. Ayollariga aytishsa, barchaga yoyishadi. Ayniqsa yon qo'shnisi shundaylardan. Uni ayoli mahallani darakchisi. U ayoli eshitganni eli eshitadi. Shu sabab ularni taklif qilganda. Bugungi kunda hamma bilsa, Feruza haqidagi gumonlari, g'iybatlari ham tinadi mahallada. Har qalay Sarvar qilgan ishni eshitganki inson uni oilasi haqida o'ylab gapiradigan bo'ladi. "Ertalabda birinchi navbatda seni olib kelaman", dedi yonidagi bo'sh yostiqqa qarab Feruzani siymosini xayolida gavdalantirar ekan. Sabina suykala boshlagach, bir lahza eski xotiralari uyg'onganday bo'lgandi. Ammo Feruzani yosh to'la ko'zlarini ko'rganda o'tkinchi hislarga qayta aldanmaslikni o'yladi. Ammo to'satdan kelib, opasini keskin qoralab ayblayotgan qizni maqsadi nima ekaniga qiziqdi. O'zicha yaqin bo'lgan bo'lib, bildiki, qizni boyvachchi sigirlardan biri bergan sutlari evaziga qizni o'zini chuv tushirib ketgan. Baribir unga aybni yuklay olmasligini anglagan Sabina soddadil Sarvarni nishonga olmoqchi bo'lgan. Ammo yigit unga nisbatan ilgarigidek muhabbatni his qilmasdi. Bir-ikki yaqinroq gapirib, maqsadini bilib olgach, yaxshigina haqoratlab qizni dumini tugib qo'ydi. Opasiga Feruzani tashlaganda bu haqida aytdi, osh masalasida ham. Zeboga bu maqsadni aytganda opasi jinnilik dedi. O'sha kishi bu darajaga bormasligini tayinladi. "Siz indamay, bir kun Feruzaga yaxshi qarang. Ertaga kelib olib ketaman", dedi Sarvar opasiga. "Nimaga qizga shunchaki tushuntirib qo'ymaysan, qiynamay", dedi Zebo qaynisinglisiga achinib. "Bir narsani aniqlashim kerak. Siz aytganimdek qiling, tamom." Zebo yana bir-ikki nasihat qilib foydasi yo'qligini sezib kirib ketdi. Sarvar shularni o'ylarkan xo'rsinib qo'ydi. "Senga uylanganimdan buyon eng ko'p ko'rgan narsam bu ko'z yoshi", dedi Feruzani ko'z yoshi tomib dog' bo'lgan yostiq jildini silab qo'yarkan. Feruza. Kechki ovqat qilmaganim uchun qornim dadalay boshladi. Ilojsiz oshxonaga chiqib, u bu narsa bilan qornimni aldadimu yana xonamga kirib ko'rpaga burkanib yotib oldim. "Feruza, ichingizni yeb bitirmang", dedi yangam qarab. "Balki toza havoda biroz aylanarsiz." "Xohlamayman yanga", dedim bazo'r. Yangam haq, men rostdan ham juda bo'sh, irodasiz qizman. "Mayli, men ishlarimni qilay." Yangam xo'rsinib o'rnidan turganini sezdim. Devor tarafga qaragancha o'y surib yotdim. Qanchadir vaqt o'tib xonam eshigi yana ochildi. Menimcha, yana nimadirlar yeb, deb meni tetiklantirmoqchilar.
Firuz. Bu ovozdan butun tanam jimirlab ketdi. Nega keldi ekan? Ajrashamiz dermikan? Opamni aytishicha, tashlab ketganimdan buyon yotibsan ekan. Uyalmaysanmi? Opamga qaynsingillik qilib erkalanayotgan bo'lsang, aksiga ham o'yla. Ular seni qaynopang bo'ladilar. Hazil aralash gapidan boshimni burib, nigohimni ularga qaratdim. Menga yana o'sha mehrli nigohlarda qarab o'tirardilar yotog'im chetida. Dur, ketamiz. Bir sutkadan ortiq dam olibsan. Uyda seni oshxona kutyapti. Qo'limdan tortib yotgan joyimdan turgazdi. Men ham ularning yonida o'tirardim. Nima qilaman oshxonada? Kecha mahalladagi jo'ralarimga osh qilib bergandim. Idishlarni yumadim, dedi qo'li bilan sochini orqasini silab qo'yarkan. Sabinangiz kelib yuvib bersin, dedim u bilan suhbati yodimga tushib. Meni xotinim sensan-ku, dedilar bir qo'lini yelkamga tashlab. Ammo Sabinani sevasiz. U bilan uchrashasiz, shundaymi? Bilasanmi nima? Dedilar Sarvar aka o'ychan. Meni xayolimda sen hali ham o'sha Behruz deganlarni unutmagandek tuyulasan ba'zan. Bu gaplardan nigohimni ularning yuziga qaratdim. Qara, hatto Sabinadan rashk qilmading. U bilan nega gaplashdingiz? Nimani gaplashdingiz deb so'ramading. Men o'shanda u bilan gaplashmayotgandim. Sen shunda o'ylashingni, mendan hisob so'rashingni kutgandim. Ammo sen indamaganingga meni qizig'im yo'q deb o'yladim. Jahlim ham chiqdi biroz. Unday emas, dedim sekingina. Men doim sizni oldingizda o'zimni aybdor his qilaman. Go'yoki sizni kelajak rejalaringizga to'siq bo'lgandek. Behruz akaga kelsak, yelkamda turgan qo'llari meni qattiq siqdi. Aka deganim yo'qmagani aniq. Uning endi menga ahamiyati qolmagan. Meni oilam ham, yaqinim ham o'zingizsiz. Yelkasiga boshimni qo'yib oldim. Faqat yana ko'z yosh qilma, kiyimimni dog' qilasan, dedilar yig'lamoqchi ekanimni sezgandek. Bu gapidan keyin kelayotgan yig'im ortiga qaytib ketdi. Yuzimga tabassum yugurdi. Tashqariga chiqqanimizda yangi mashina turardi. Oldiga chiq, dedilar yangam bilan xayrlashib bo'lgach, orqa eshikni ochmoqchi bo'lganimda. Yangam mamnun jilmaydilar. Biz xayrlashib yo'lga tushdik. Ustaxonaga endi sarafandagi mashinalarni ham olib kelishyaptimi? Dedim hamma joyi sarafarangan yangi mashinaga ketarkanmiz. Bu o'zimizni mashina. Ancha oldin ariza tashlab pul o'tkazgandim. Qara, bugun chiqdi. Eng birinchi bekasi chiqishini xohlagan ekan. Oldimu, sen oldinga keldim, dedi Sarvar aka yo'ldan ko'z uzmay. Qora moyga botib, mehnat qilib olgan mashinalari, xursandliklari kulib turgan yuz ko'zidan ayon edi. Sarvar aka, siz ishga o'tib ketasizmi? Dedim, akam senda gapim bor deganlari yodimga tushib. Yo'q, bir joyda yarim soatlik ishim bor. Seni uyga tashlagach, o'sha yerga borib kelishim kerak. Meni akamni oldiga tashlay olasizmi? Senda muhim gapim bor degandilar. Sarvarning yodiga ham Sharifni gapi tushdi. Mayli, seni tashlab qo'yaman. Men o'sha yarim soatlik ishimni bitkazgunimgacha sen gaplashib olasan. Xo'p, rahmat, dedim mamnun. Men sendan uzr so'ramoqchiman. Akamni muhim gaplari Tolib bilan meni gaplashtirish ekan. Xonalarga kirsam u o'sha yerda ekan. Mendan uzr so'radi. To'g'ri, men juda qiynalib ketdi bo'ldim. Bunda dadamiz bir yutindi. Bu so'zni aytish unga qiyin bo'lgani aniq. Dadamiz va oyim sabab. Sen orqali qasd olish eng katta xatoyim bo'ldi. Meni kechir. Erkak kishi ham yig'lashi mumkin ekanligi haqida ko'p eshitgandim. Endi esa guvohi bo'lyapman. Tolib ko'zlari qizarib yerga qarab oldi. Men sizdan xafa emasman, dedim vijdon azobi bilan kurashayotgan o'gay akamga. Hammasi taqdirdan, o'zingizni ham deb qiynamang. Aka, oxirgi so'zimdan yarq etib menga qaradi. Soniyalar o'tmay kelib meni quchib oldilarda yashirmasdan yig'lab yubordi. Meni kechir singlim, dedi bazo'r. Kechirdim aka. Uni qilig'i sabab men ko'p dashnomga qolgandirman.
Ko'p ko'z yoshi to'kkandirman, ammo bilmayman-ku, u bolalik yillaridan shu kunga qadar qancha qiyinchilik ko'rganini. Biroz ko'ngil bo'shatib olgach, Sarvar aka bilan gaplashdim. 10 daqiqada borib qolaman dedilar. Akamga qo'ng'iroq bo'ldi. Ming qilsa ham qon bir jigarlarimiz-da. Tolib aka ham ishga qaytibdi, yana ish joyiga ketdi. Men akam bemalol gaplashsin deb xonalardan chiqdim. Kutilmaganda Behruz akaga urilib ketdim. Bir xijolat bo'lsam, bir xonadan o'tavermaganimga afsuslandim. Uzr, deb ulardan uzoqlashmoqchi edim. Feruza, sen 2 daqiqaga mumkinmi? Dedilar. Tinchlikmi? Dedim ularga savol nazari bilan qarab. Sendan uzr so'ramoqchi edim. Ko'nglingni qattiq og'ritdim, kechir meni, dedilar aybdorona boqib. Hammasi o'tmishda qoldi. Senga aytgan gapim sababi vijdonim ko'p qiynaladi. Ammo o'sha payt juda alamda edim. Barcha dalillar ham xullas kechir. Ayolingizni yaxshi ko'rasizmi? Dedim ularga boqib. Nima? Ha, yaxshi ko'raman. Avval hayron bo'lib, keyin javob berdi. Meni nega yoqtirgansiz? Dedim. Yerdan ko'z uzmay uyalib turishing yoqardi, dedi Behruz aka savollarimga hayron bo'larkan. Xotiningizni-chi? Uni nega yoqtirasiz? Dedim ulardan javob kutarkanman. Bilmayman. U umuman o'zgacha olam. Bir-ikki so'z bilan ta'rif bera olmayman. U qandaydir meni zerikarli hayotimdan, filmdan olib chiqa oladigan yagona inson. Siz xotiningizni yaxshi ko'rmaysiz. Gapimdan Behruz aka sinchkov qaradi menga. Siz xotiningizni sevasiz. Siz unga oshiqsiz, dedim. Behruz ishxonasiga birovga kirganda, Naimni urib, travmatologiyadan kamida 1-2 oysiz chiqa olmaydigan qilib qo'ydi. Ortimizda politsiya qidirib kelguncha Tulki oyni oldiga borishim kerak, uyg'ongandir. Shahnozani eslab jilmayarkan, boya Feruza aytgan gaplar xayolida aylandi. Biz insonlar sevgi, yoqtirish, qiziqish kabi tuyg'ularni hammasini aralashtirib yuboramiz. Agar sizni menga bo'lgan tuyg'ularingiz sevgi bo'lganda, men sizga savol berganimda meni yoqtirganingiz sababini bittada ayta olmasdingiz. O'ylanardingiz. Xuddi ayolingizni qay xislati yoqishini aniq ayta olmaganingizdek. Behruz bir maromda mashina haydab ketarkan, Feruzani gaplari rostligiga amin bo'lgandek edi. Feruzaga tuhmat qilishganda boshida inkor etdi. Keyin rasmlar Photoshop bo'lmagani sabab ishondi. Qizni qochdi degan gapga ham, boshqa bilan bo'lganiga ham. Lekin Shahnozada-chi, Naim har xil gaplar va suratlar bilan Behruzning sabrini sinamadimi? G'azablandi, jahli chiqdi, qalbi g'ururi isyon qildi. Ammo Shahnozani Behruzning ko'zlariga tikib boqib aytgan 2 og'iz gapi barcha shubhalarni nari qo'ydi. Ko'zlarimga qarang. Unda o'zingizdan boshqa kimdir bormi? Siz meni birinchi va yagona muhabbatimsiz. Behruzning yuziga mayin kulgi yugurdi. Qalbidan qandaydir orziqish bilan mashina tezligini biroz oshirdi. Shahnoza. Ko'zlarimni ochganimda burnimga urilgan yoqimsiz xlor hididan ma'lumki men shifoxonadaman. Men Behruz akani ortidan chiqmoqchi bo'lib yiqilgandim. Keyin nega bu yerdaman? Bu yerga kim olib keldi? Hamon o'rnimdan turishga holim yo'q. Yotaverdim. Ko'p o'tmay eshik ochilib, Behruz aka kirib keldilar. Yuzimni burib oldim. Yaxshimisan, tulkicham? Dedilar, men yotgan kushatga chetiga o'tirib, qo'limdan tutgancha. Men sizni tulkichangiz emasman, dedim lab burib. Axir meni urdi, nohaq urdi. Arazladingmi? Kuldi ular. Tegmang. Yuzimga qo'lini olib kelganda boshimni xiyol ortga oldim. Obbo, dedi hafsalasi pir bo'lgan odamdek. Urmayaptimi? Dedi o'zi urgan yuzimga ishora qilib. Men siz bilan ajrashaman. Shahnoz, uzoq uxlab yuborgan ko'rinasan. Uyg'on endi, dedilar beparvo. Asta qaddimni tikladim. Yostiqqa suyanib o'tirib oldim. Ajrashaman dedingmi? Ha, ajrashaman. Faqat oldin siz meni
Go'zal hayotimni qaytarib bering. Kimlargadir bo'lgan qasdingiz deb mendan uni olib qo'ygansiz, dedim ensamni qotirib. Behruz aka kulib yubordilar-da, meni mahkam quchib oldilar. Nimayni qaytarib beray, dedilar kulgancha. Tinch, osoyishta, orzularga boy hayotimni, dedim qovoq uygancha. Xo'sh, o'rniga sen ham bir narsani berasanmi? Nima? Nimani beraman? Dedim boshimni ko'tarib yuziga qararkanman. Mana buni. Qo'lini asta qornimga qo'ydi. Nimaga shama qilganlarini tushunib, bir g'alati his egalladi meni. Ko'zlarim katta-katta ochilganini o'zim ham sezdim. Siz jinnimisiz? Dedim bemalolligidan biroz asabim buzilib. Qanday hozir beraman? Shuni ayt, qanday qaytaramiz? Undan ko'ra hammasi shundaycha qolgani ma'qul. Bir gap aytaymi? Behruz aka jilmayib, bir tutam zulfimni qulog'im ortiga o'tkazdilar. Ayting, dedim menga qadrdon yuziga termulib. Seni sevaman. 2 donagina so'z. Eng yoqimli izhor edi. Bir necha oydan so'ng. Shahnoz, men ketyapman. Behruz ishga ketarkan, qorni ancha bilinib, o'zi ham biroz to'lishib qolgan Shahnozani quchib qo'ydi. Qaytishimda nima olib kelay? Ertaroq qayting bo'ldi. Oyjon bilan Gulxonim qilamiz kechga. Bayram ekanda bugun. Siz uchun shu ovqat qilingan kun bayram bo'lsa har kuni qilamiz. Shahnoza erkalanib Behruzning yelkasiga boshini qo'yib oldi. O'zingni ko'p urintirma. Sen va mittivoyimiz bizga sog'lom keraksizlar. Boringizga shukr. Yaxshimisan, Feruz? Ertalab ishga ketar oldi, Feruzani rangi so'lg'in bo'lib turgandi. Shu sabab Sarvar xavotir bilan qo'ng'iroq qildi. Yaxshiman, Sarvar aka, xavotir olmang. Holsiz bo'lsa ham kayfiyati yaxshi edi Feruzani. Qanday xavotir olmayman axir? Sarvar aka, ertaroq keling. Erkalanmada Feruz, ertaroq emas, hoziroq borib olaman unda. Kelavering, kuldi Feruza. Aniqmi? Aha. Feruza biroz hazil-huzul qilib telefonni ochgach, kulib qo'ydi. Kelinoyisi Zebo qo'ng'iroq qildi. U bilan bo'lgan suhbat ham kayfiyatiga yaxshi ta'sir qildi. Bugun xursand bo'ladigan kunim ekan. Tolib akamni unashtirishibdi. Baxtli bo'lsinlar. Endi ular oilamiz a'zosi. Keling deb ishdan erta chaqirib olding. Tinchlikmi, Feruz? Sarvar ham ishdan xush kayfiyatda keldi. Sizga yangiligim bor, dedi Feruza jilmayib. Qanday yangilik? Feruza bir parcha qog'ozni Sarvarni qo'liga tutkazdi. Hayotim mazmuni. Siz yaqinda ota bo'lasiz. Qog'ozda yozilgan so'zlar bamisoli oltindek qimmatli tuyulib ketdi. Sarvar Feruzani mahkam bag'riga bosib, Allohga shukrona aytdi. Mustahkam oila qurish, baxt saodat uchun taraflar o'qimishli bo'lishi shart emas. Allohdan chindan qo'rqadigan qalb sohiblari bo'lish kifoya. Qolganlari Allohdan. Mana azizlar, yana dolzarb mavzu yuzasidan yozilgan asarni birgalikda tingladik. Bu hikoya har birimiz uchun ibrat olishga arzirli hisoblanadi. Sizlardan izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishingizni so'raymiz. Bu biz uchun albatta muhim. Bizdan uzoqlashmang yaxshilar. Inshaalloh yana shunday bizni o'ylovga boshlovchi asarlarni birgalikda tinglaymiz. Tamom. Muallif Dilorom Qosimova. Ijrochi Rustamova Nozimaxon.